Qandoqchilik to'sili yaxshi keldinglarmi? rahmat. Bolalar qanaqa? Yaxshi. Sizda Nurazizmi bo'ldi? Mana hozir bir oydan beri natija zo'r. Yaxshimi? Da, lekin mashg'ulotlarni to'xtatib qo'yish kerak emas, bilasiz. Quvonimiz zo'r, faqat mana bugun yana profilaktik uchun sizga olib keldik. Qancha lecheniyalar qildik, igloterapiyalar qildik. Ta'sir qilmadi. Qo'yma yog'i, tuproqdan sho'rlayapsizkan. Hammasini qildik. Kim nima desa, necha yoshida Nuraziz? 16 yosh. 16 yosh, qiz bola. Qiz bola, ha. Necha yoshda boshlangan? Yoshligidan? Shu 4-5 yosh papirsdan chiqsa, lekin siz qachon uni doktor olib yurishni boshladingiz? Shu 4-5 yoshligidan sekin bu narsani o'tib ketavermadi. То есть повтор bo'lavergandan keyin o'sha katta bo'lyapti, nimaga bunaqa bo'lyapti, уже harakatni boshladik. Молодец. Xo'p, psixolog bilan hechganingizda qo'rquvlarni hal qilganingizda hozir o'ziga bo'lgan ishonchi qanaqa bo'ladi? Ancha yaxshi. O'zini tutishi. Kasbini men oldim kelganda esimda kim bo'lishini bilmasdi. Hayotga qiziqishi yo'q edi. Do'stlarim yo'q, jamiyatda o'zim o'rin topaman. Meni jamiyat qabul qilmaydi deb o'ylardi farzandingiz. Hozir qanaqa shunaqa holatlari? Yo'q, hozir yaxshi, даже bu kayfiyatiga ta'sir qilyapti. Kayfiyatiga обязательно ta'sir qiladi. Qanaqadir o'ziga bo'lgan samootsanka deydimi, ishonchimi oshgan. Kasbi уже mana qiziqishlarini aytyapti. Biz gaplashamiz уже. Ona bolalar o'rtasida munosabat tiklanib, o'tish davrida rosa jazolaganlaringiz aytib beruvdi. Shunaqa, o'shancha hozir sizlar ham bilmaysizlar qanaqa muomala qilishni, to'g'ri tushundim. Rahmat sizlarga va zo'r. Hop, hozir natija yaxshi deyapsiz. Endi bir oydan beri hali umuman bo'lmadi. Bolalarning o'zida o'zgarishlar katta, lekin mashg'ulotlarni davom ettirish kerak, kamida to'g'ri qilib qo'yish. O'zi biladi-ku, sizga ziyon ham kelmaydi, mashg'ulotlarni qilib yuraveradi. Lekin shu shart-sharoitini qilib, bosim bermasdan, farzandga uni qo'rqitmasdan mashg'ulotlarni qilib, o'zini kun tartibi bo'yicha yashashni qo'yib berish kerak. Saqomi hozir? Yaxshi. Rahmat sizga. Natijadan juda ham xursandman. Davomiy bo'lsin. Xo'p, rahmat, salomat bo'ling. Xo'sh, siz bolangiz qanaqa? O'zgarishlari qanaqa? Diagnoz nima edi? Enkapriz. Enkapriz edi. Xo'p, necha yoshdan? 9 yosh. 9 yosh. O'g'il bola. O'g'il bola 9 yosh. Qachon bildingiz enkaprizligini? 6 yoshdan. 6 yoshdan. 6 yoshdan bilib qoldingiz. O'shanda men o'ylardim, что tualetga kirib tozalab chiqmayapti. Tursilar har doim kir bo'lib chiqardi. Kelmasdi, so'raydim, o'zingizda bo'lgan bunaqa holat, onangizdan sizlar bir surishtirib ko'ring. Menda ham shu qo'rquv ostida. Chunki har doim siz bilan gaplashgan shu narsani his qilaman. Qo'rquv, bosim, vechni masalan bitta uyga keldim bo'lsangiz ham, bulardan ko'ra sizda qaynona er ko'proq bosim beradi, qo'rqadi deb o'ylaysiz-da. Menda ham bo'lgan ekan. O'zingizda ham ko'rdingiz, irsiy davom etgan davolanmasi bu irsiyat bo'yicha ketaveradi. Siz reelslaringizni ko'rib, kasallikligini tushuntirib yetdingiz. Hozir natijalar qanaqa? Hozir yaxshi. Necha oy bo'ldi mashg'ulotlarni qilayotganiga? 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'lyapti. Siz enkaprizingiz yetgancha individualniga olib keluvdingiz, keyin mashg'ulotlar to'plamini uyda bajarasizlar deb beruvdi. Shu mashg'ulotlarni qilyapti. Hozir yo'q unaqa narsa. Hozir yaxshi. O'ziga bo'lgan ish agressiyasi qanday ketdi? Mana enkapriz bo'lgan bo'lishi juda agressiv bo'lishadi. Qanaqa? Yo'q, yaxshi o'zgarishlari, yaxshi. O'ziga ishonchi oshgan. O'ziga ishonchi oshgan. Молодец, хорошо. Men bergan metodika bo'yicha, sizlarga bergan metodika qoldirmasdan siz ham qilasiz. Nega? Yana qaytalanib qolsin emas, refleksni yechib olish kerak. Mana organizm o'rganda kimizdadir 10 yildan beri, kimdadir bir 3 yildan berida kasallik, u o'rganga miya va qanaqadir qo'rquv, stress o'tkazishni boshlaganda xuddi shu narsani yashab o'tishni boshlaydi. Ya'ni biz qo'rqsak nima qilamiz? Bir xil insonlar qo'rqsa janjal qiladi, urushadi, himoya qiladi. Kimdir uyga kirib ketib yig'laydi, kimdir ichiga yutadi. Mana bu bolachalar ichiga yutganidan kasal bo'lib qolgan. Ertaga buni miyasi qanaqadir yana mana hayotiy davomida 30 yoshida, 25 yoshida qanaqadir qo'rquv yoki bosim direktori tarafidan mana o'g'il bola jamiyatga chiqib ishlash kerak, shunaqa narsani his qilish boshlaganda, qo'rquv kelganida yana xuddi shu hol takrorlanmasligi uchun shu metodika, men bergan darslik metodikalarni обязательно eng kamida, men aytman 20 kundan 4 oygacha reflekslaringizni qilishingiz kerak. Nega? Bitta tuxumdon, mana bilasiz meditsina nuqtai nazaridan bitta tuxumdon, oddiy mana ayollarning tuxumdoni 4 oyda yetiladi. Mana bizadagi bitta to'qima 4 oyda yetiladi. O'shaning uchun farzandingizga bir nimani o'rgatmoqchi bo'lsangiz, to'g'ri shu narsani mashq qilish kerak. Shu miyasida shu narsaga immunitet hosil bo'lib olishi uchun. Sizlar natijalardan juda ham xursandman. Davomiy bo'lsin. Bolalarga qarab, urushmasdan aytganimdek, to'g'ri o'zini yo'nalishiga qarab tarbiyalashinglar, tarafdorman. Shu narsani o'zingizlarni emotsional holatlarni boshqarib turinglar. Rahmat kattakon. Ko'rib turganingizdek, mana bemorlarimizning onasi bilan sizlar uchun ulardan iltimos qilgan holatda yuzlarini ko'rsatmasdan video oldik. Ya'ni nima?
bu enurez, enkopretiv nevroz umuman davosiz kasallik emas. Uni davolasa bo'ladi. Faqat farzandingizga to'g'ri yo'nalish berib, psixologik metodikalarni to'g'ri qo'llabgina. Ya'ni men o'zimda mualliflik kursim bor, men yomon ona emasman degan, men u yoqda onalarimizga farzandiga bo'lgan shunaqa kasalliklarni to'g'ri metodika qo'llab, ularni shu holatdan olib chiqib olish darsligini tayyorlaganman. Agar sizga ham shu haqida ma'lumot qiziq bo'lsa, ya'ni siz ham farzandingiz o'ziga ishonib past, qanaqadir diagnozi bor, enurez, enkopretiv nevroz kasalligi bilan qiynalayotgan bo'lsa, mana shu yerda qoldirgan nomerlarim bilan bog'lanib, men yomon ona emasman kursi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.